Biz yana yo'lga chiqmoqdamiz. Toshkentga ketadigan darvozalarimiz hammasi tayyor bo'lgan. Hozir mashinaga ortib, chiroyli mahkamlab, bolalar ustorovkaga yo'lga chiqishadi. Yuqorida nalichka qismlari joylangan. Bir tepki ikki tomonida polisi qanotlari. Darvoza kapsa, juda gabariti, ko'rinishi hashamdor bo'lgan. Bu yerda ikkita darvoza, o'rtada bittasi. Shu o'rtaga ikkita darvozamiz. Общий hisobda 6 darvozamiz yo'lga chiqib ketish kerak. Ilk kraska do'kondan hozir bizga dastavka qilib, hamma tovarlarimizni jo'natishdi. Elektron, tosh, qo'shimcha kraska, shpaklovka hammasi original narsalar kelgan. Hozir bitta tekshirib joylab olamiz. Plastikli suvlarimiz har xil tozasi, prostoyi. Shpaklovkaga ishlaydi bu. Solar shpaklovka, Gervitexda haqiqiy aka-aka gruntовkalar, hattoki shu qo'llatishga yoki darvozani chiska qilishga ishlaydigan mana shu materiallarimiz ham yangi holatda upakovkada kelgan. Biz Namangan shahar shu Dvorets degan joyda Jahongir aka do'konlaridan tavr olamiz. 347 ishlatadigan aka hamma narsani doimiy yetkazib beradilar. Bizda zapas holatda turadi. Tugab qolib, ish to'xtab qolish holati bo'lmaydi. Shuning uchun shunaqa kassalar tiniq cho'tga chiqadi. Hamma narsa brendiviy, eng tozasi ishlatiladi. Qarang. Pochka zagotovka tayyor turadi. Bolalarni chiroyli joylab olishadi. Gervitex uncha sexlarda ishlatishmaydi buni. Shpaklovkani suyultirib sochib olishadi. Haqiqiy bankovoy, GNJ, GK2 kraskalar, atvoditr, lakki ham cho'toyi, eng toza laklar ishlatiladi. Bolalar o'zlari akkuratlik qilib ishlagan ishlarini mahkam qilib bo'ylab berishadi. Manzilga yaxshi yetib olish uchun hamma teng harakat qilmoqda. Lek buratishga harakatda. Bir-biriga tegmaydigan holatda qilib, bo'sh qotirilgan darvoza shu holatda yetib boradi egalariga. Bitta-bitta olib o'rnatish mumkin. Navbatdagi atprotkamiz yo'lga chiqishga tayyor. Xudo xolasa mahkamlab, bola uстановkaga yo'lga chiqib ketishadi. Polvon kaptimamiz xizmatda. Ertalab Cobalt chiqazib bordik. Orqasidan bu yetib boradi. Toshkentda polni ishlarni bitirib, keyingi reysimiz Vohaga bo'ladi. Darvozalar mana birin-ketin tayyor bo'lib qoldi. Pechatishdan o'tgan darvozalar taxlanib yotibdi. Bu yoqda Soqqali fasl darvoza bu Namanganga o'rnaydi. Bu yoqdagi darvozalar esa Toshkentga, To'raqo'rg'on o'zimiz Namangan ketadigani bor. Bu yoqda mana tayyor bo'lgan darvozalar kraska jarayoni kutib turibdi. Qaranglar, inomarka fasl. Shu joyimizda 4 ta darvoza bor. Bolalar mehnatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bitta layk bosib qo'llab qo'yasizlar. Svalka jarayonida ham darvozalar birin-ketin tayyor bo'lib qoldi. Bu shedel fasolining ichki qismi tayyor. Endi atrofidagi adnarichka qismlari yasaladi. Bu yoqda Samarqand fasoli atrofidagi adnarichkalar yasalyapti. Buning ichki qismi bitgan. Bu yoqda ham yana bitta Samarqand fasoli darvoza, yana tayyor bo'lib qoldi. Shu joyimizda 3 ta darvoza. Bu yoqda Toshkentga ketadigan shu Inomarka fasol darvoza oldin qismi mana tayyor. Bu orqa qismi. Kraskalar orqasidan shifga qo'riladi. Ikkala qanot etap-etap bitib chiqib ketadi. Bu yoqda yana darvozalar taxlanib yotibdi. Tojikiston ketadigan, Andijon ketadigan darvozalar shu Malayziyaga o'tib ketadi, tayyor bo'lib qolgan. Bolalar hammasi harakatda. Ikkala ramkamizni joyiga tiklab, yuqoridan boylab qo'yamiz, chunki tayyor odam ishlaydi, opaslik bo'lib qoladi. Bu yoqda mana tayyor bo'lgan darvozalar, shu joyda 3 ta darvozamiz bor, bu yoqda bitta 4 ta. Bu yasalish jarayonida 10 ta oshiq darvozalar bor. Assalomu alaykum, hammaga yana bir bor. Darvoza ochuvda navbatdagi partiya darvozalarimiz hozir ustonovka tomon ketmoqda. Bu safargi darvozalarimiz Toshkentga yo'l olgan. Toshkent shahar, Toshkent tumanlariga. Xudo xolasa bu yerda bitta Samarqand fasol darvozamiz, yana katta va kichik lisli darvozamiz, tepa tomonda nalichkalar, mana moshinamiz tepasi ham nalichka hisoblari. Hozir bunga yana bitta darvozamiz bityapti, mana shu bo'sh joyga uni ham joylaymiz. Shu bilan yo'lga chiqishadi. Darvoza chuzda yana bir 3 kun davom etmoqda. Hozir bizga yangi partiya listlarimiz kelgan. Hop, zavodskoy yangi bir pachka 100 dona list olganmiz. Xudo xolasa bu materiallarimiz bilan ancha-munchagacha bizdan muammo bo'lmaydi.